La ilahe illalloh Muhammad Rasululloh. Aşhadu la ilahe illalloh. Aşhadu Muhammadan abduhu ve rasuluh. Assalomu alaykum o'zbek xalqi, o'rta Osiyo musulmonlari. Men kecha tushimga Amerikaga boribman, chorrahaga turganmishim Amerikaga. Amerikani patrullari mashinalar tekshirayotganmishman. Tuzgobkadan olgan yangi ryukzak yelkamga yangi serdan qolgan kiyimlarni solib olganmishman. Astronomga o'tganmishman. Men qatori yana boshqa migrantlar yangi chorrahaga patrullar nima qilarkan, endi bizlar tekshirib nima qilarni qo'rqyapti odamlar. Menga baribir bir go'r yo'lsa jo'nasa vatanimga qaytib ketaman ekan deb tursam, chorrahaga kelib Tramp nima qilyapti, yangi majlis qilib o'z shovuzanini o'tkaryapti. Gapiryapti, yangi nima deydi, undan balanddan chiqib olib gapiradiki, xo'roz qichqirganda vaqt o'tadi. Quruq vaqtlagandan qilib men aytyapman, endi Amerikaga kelibman. Ana endi video chiqaraveraman, xohlaganimdan qilaman, hech kim ichki ishlar gapirmaydi. Mana men Mahdiyman deb gapiraveraman. Xohlaganim gapimni gapiraman. Komil Kuntaga o'xshab yegan po'qini yegandan vaqt qilaveradi. Mana Fazilat Amchiga qo'shilib olib video qilaman dey. Duet ishlaymiz bizlar, xodimlarni gapirilmadi, hokim to'rpoqlarni gapirib. Hozir turibman, bir ikkitasi aytyapti, mana Iso alayhissalom poyqadimi bilan Tramp mana bunaqa qildi, yangi gapirdi deyapti. Gapirgan nima ham deydi, katta prezidentlar gapiradi. Shunaqa qilib har joyda endi gapirmaganda bitta nima qoladi, chorra. Hamma joyga gapiryapti, hamma gapni gapiryapti, kiskapaniga. Astag'firulloh billah. Dilozafar Jo'ra nima bo'ldi endi bu? Imom Mahdi mana chiqib yotibdi, bu e'lon ham qilmaysan. Yangi Suriyani nima deyotding, yangi qani nima bo'ldi sanlar? Tojikistonga boramiz bidan deb bir ikkita soqol to'yli yangi musullar Tojikistonni olaman degan ekan. Tojikiston prezidenti ham O'zbekistonga boraman deganlar. Nima bo'ling mujohidjonlar? Gapirgani bu soqolli toqib olib Ahmad Sharang bu Tramp kuntani ketidan yergashib yuribdi, galsiylar to'qib, yangi galsiylarga uchurcha xudo ushta deyaptimi endi shu gap bilan. Soqol islomniki bo'lsa, sanlarni gapincha soqol yozib, mana bir ikkita kunta gapirgan ekan. Soqoli bu asharayni ko'rib turaman, galsiylari bilan bu galsiy qidikida bu. Xudo ushta deyaptimi? Yana u Amerika xudo, Angliya xudo deyaptimi? Xayr xudo deyapti endi. Rossiyani aytmayapsa kerak, Amerikanikini yalab turibdi o'zicha, menimcha Fransiyanikini. Galsiylar to'qib, qaysi nimaga bor ekan galsiy to'qish? Kimdan qolgan ekan u? Tolibonni gapirasanlar, sukalar bilat. Gapir, qani nima qilasanlar? O'sha qilay faloni ham bo'lmaydi. Men sizlarga gapni aytib qo'yay. Bu Qur'onning bu konstitutsiya bu. Mana qo'ttog'imni o'qimaysanmi? Kuntalar uni yana ko'tiga siskaylar, $1,000,000 $1,000,000 so'mga o'qiyotganlar Qur'on bilan. $500 o'qiylar, uni yana ko'tiga astag'firullah sukalar bilan. Bittasi arzonroq 50,000 o'qir ekanda, bittasi $1,000,000, bittasi $500 o'qir ekan. Uni yana eshak qolagir kuntalar bu Alloh deganing shunaqa bir nimada apandini qaynasiga o'xshaydi. Apandini qannasi, apandini xotini aytgan ekan, go'shga boring, go'sh olib keling deganga ko'chaga qaynasi chiqib qolibdi. Aytdi, uni allinganmi, arqamgami debdi. Allingan debdi. Do'nqayib apandini bo'lmasa yutqazsang debdi, go'shni pulini olaman debdi. Mayli degan ekan. Yigilib do'nqayib orqasidan chiqarib beribdi hamini. Pulini berib qaytib borsa, qani go'shtsa unga olib qo'ydi debdi. 7-si kuni yana pul beribdi, bu marta allanmasdan qassobdan go'sht olib keling desa, go'shtni nima qilibdi? Allimgami, arqamgami desa, bu marta orqasidan ko'rsatdi, bu marta aldan ko'rsatsa kerak deb, "Men arqanga" degan ekan, do'nqay yana baqada aldan ko'rsatdi, mana keldi, yana pul olibdi. Keyin oxiri xotinni achchig'i chiqib ketdi. Qachon bu go'sht yeymiz, chol desa aytdiki, "Oming" debdi. Uni yana omini topgan kuni yeysan go'shtni debdi. Shunday qilib borib ko'chaga ketaversa, bir eshak o'layotgan ekan. Eshakni omini olib kesib go'shini o'yga olib kelsa, shoirlar kelgan ekan. Shoirlar apandini tomga chiqib ketgan ekan, mehmon bo'lib, tomdan yangi nimalari, yangi loylari yaxshi emas ekan, yog'ochlari chirigan ekan, og'dali yerga tushibdi, kelib urib yangi olinglar desa, oshga qo'nganimiz shoirlar yemabdi.
Pashshaqonni shu o'yladi, o'shiga masalan qo'ttog'im bo'shigadi, shu apandini o'zi yegan ekan. Shu apandini kunta xudoy mana shunaqa onasini eshak bolasini bugun vaqtdan chiqaradi, erta vaqtdan chiqaradi, xohlasa din qiladi. Yegan po'qini yeydi. O'sha xristian dinni ham Xudo yaratgan. O'sha ota deganing ham o'sha Xudo ota deb Iso payg'ambar ota degani uchun o'lib ketgan payg'ambar. Payg'ambarda o'sganlar payg'ambar osmonga chiqdik, kiskapananga kirdik, qaytib chiqadi oshxonaning ahmidan ham kirib tushmaydi sanlarga. Sunnalarga aytayman sanlarga. Ruh bilan tushadi bu men, ruhga turibman. Sukalar bilan gandonlar Imom Mahdi emas deysan, unayni olman deyman, unayni eshak shukr Allohda. Nima deganda Alloh aytganki, nima degan? Mahdi degan Alloh saylagandan keyin Mahdi man demay yuraveradimi nima? Unayni olmaya kirding-ku sanlar, tinchlik yo'li bilan da'vat qilish kerakmi? Qo'shganki Mahdidan chiqib Dajjal deb batiladi, shu bitta narsanki nimada bu? Har mamlakatlar da'vat qilish kerak islomga deyman. Kuntalar qachon birikasanlar o'sha xolayni amiga skaylar, Abdulla Zufar kallanga qo'tog'im gandonlar qachon birikasan Abdulla domlarni ham oldiga kallasiga qo'tog'im bilan gandoningga skaylar. Kunta Allohning beydan chiqaradi, mingta Mahdi, bitta Mahdi yana Xorazmlik. Archani bir maydan menga pomagayt eta nima deydi? Chechen don deydi, ya prezident yana bitta chiqibdi mana orqasiga mana muncha bir bez ering payg'ambarman deyapti, bunaqalar tiqilyapti kallanga qo'tog'im yana bittasi tatarni qo'tog'imni gandon hajiga borib keldi yana nima deb xristian ham Mahdi nima degan o'sha video qo'yib o'sha xolayni amiga skay biladi ham apandini qaynasiga o'xshab kunta xudoning allab qo'ygan Allohingga qo'toqlar sukalar biladi uni endi kutiga skaylar Allohingga sukalar turkni og'ziga sikishga turkni og'zi bilan sikiladigan bo'ldi Trampni og'ziga o'xshab rossiyskiy yangi nima bu o'rdakcha sikish bu o'rdak qilib sikish kerak uni endi kutiga skaylardi uni endi omiga hamman короче birakasanlarmi yo'qmi yangi bittasi nima debdi Allohni bitta kommentariy yozgan kunta ham o'zi Imom Mahdini nimasiga kommentariy yozibdi kunta ham o'zi Imom Mahdiman deyapti men garantiya bilaman Allohni nasib qilgan kuniga debdi Allohni taqdirgan kuni 3-9 birga keladi degan 3-9 birga keladi nimalarda aytgan 3-9 bittasiga man turman 9-iyul bittasi 9-iyulsa yer nomi turman ayol turibdi yangi bir stansiya turgan 9-martga turgan ayol yana 9-mayga o'g'lim turibdi 3ta 9 birga turibdimi 4-9 vadali bir yana tug'iladi u dilatni qo'y video qilaman menga qo'y shunchaki nomiga bo'ladimi yo'qmi birlashasanlarmi yo'qmi qisqa izoh qo'y pashol nahiy короче da shu